vizalarni qo'lga kiritib, mana yonimizda o'tiribdilar. Grant vizani Instagram orqali kuzatib borardim. Bizani ko'p tanishlar ham hammasi shu yerdan olgan vizani. Vizasi yo'q pasportlarga ham AQSh vizasi yo'q, Kanada vizasi olgan holatlar ko'p bo'ldi. Elchixonada o'zi ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni o'sha turizm vizasini olayotganda, masalan 21 yoshkansiz. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari, Grant Viza kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun ajoyib bir yangiligimiz, yana bir mijozimiz Amerikani B1B, ya'ni B1 B2 kategoriyali vizani qo'lga kiritdilar. Ya'ni bu biznes turizm vizasi, aynan turizm vizasi so'rab kelganinglar, bizga murojaat qilganinglar, ya'ni Amerikaga sayohat uchun va mana xudo xohlasa vizalarni qo'lga kiritib, mana yonimizda o'tiribdilar. O'sha o'zimizning kanalimizning mehmoni bo'lib, endi hozirgi paytda ko'p tarmoqlarda kuzatyapmiz. Aynan Yevropa vizasi bo'lmasa, AQSh elchixonasi viza bermaydigan ko'p kontentlarni ko'ryapmiz. Endi bu narsaga qarshiligimiz ko'p bo'ldi. O'sha video havolalar orqali ko'rsatdik. Chunki biz masalan 10 yilga yaqin bo'lgan bo'lsa, faoliyatimizga ko'plab insonlar bo'ldi. Hattoki vizasi yo'q pasportlarga ham AQSh vizasi yo'q, Kanada vizasi olgan holatlar ko'p bo'ldi. Shu sababdan mijozimizni o'zlariga so'z navbatini beramiz. Ya'ni qanaqa bo'ldi yoki bizani qayerdan topdingiz? Ya'ni kim sizga maslahat berdi? Elchixonada suhbat qanaqa bo'ldi? Shu to'g'risida albatta o'sha bizani obunachilarimizga qiziq bir og'iz fikringizni bo'lishsiz. Keyin o'sha sizni Yevropada bo'lganmisiz? Shunaqa savollar bo'ldimi? Ya'ni sizni qiynagan joyi bo'ldimi yoki qanaqa bir yengilliklar bo'ldimi? Shu haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Grant vizani qayerdan topganman, qayerdan bularni qidirib topganman degan savolga keladigan bo'lsa, avvalambor ancha yillar oldin o'zi bu Grant vizani Instagram orqali kuzatib borardim. Bizani ko'p tanishlar ham hammasi shu yerdan olgan vizani. O'zim bilgan, ishongan joy ko'p bo'lgani uchun tavakkal qildim, keldim. Xudoga shukr o'xshab ketdi. Vizalarni oldim. Konsulda unaqa qiyin savollar bo'lmadi. Avvalambor u yerda ishontirish katta muhim rol o'ynagan. Men haqiqatan sayohatga chiqib ketayotganim uchun borib aytdim, qaysi shaharlarga borishimni, nima qilishimni va savol-javob oson bo'ldi. Vizani berishdi shu. O'zi qaysi davlatda bo'lgan edingiz? Hop, oxirgi 5 yil ichiga keladigan bo'lsa, oxirgi 5 yil ichida Saudiya Arabistonida bo'lganman, keyin Turkiyada bo'lganman. Yoshingiz nechida? Yoshim 21da. 21 yosh. 21 yoshga turizm vizasi bu juda ham yaxshi rezultat. Endi ko'pchilikning fikri buziladi. Nimagaki elchixonaga kirgan yoshlarga bermayapti, faqat yoshi katta o'sha o'g'li green card yutib ketgan insonlarga beryapti degan gaplar bor. Endi baribir o'zingiz kirganni ko'rgan bo'lsangiz kerak, baribir AQSh elchixonasi baribir hayajon bosadi insonni. Bu narsani yo'qotib iloji boricha o'sha maqsadingiz sari o'sha fikringizni qaratishingiz kerak. Nima deganda, baribir siz borib qolib ketadigan inson emassiz. U yerda borib haqiqatan falon shtatlarni aylanib kelaman va vatanimga o'sha belgilangan, ya'ni 15 kun bo'lsa 15 kun yoki 1 oy bo'lsa 1 oy muddat o'shda bo'lib kelaman degan o'sha siz o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha ishontirib o'tishingiz kerak konsulni. Endi ular ham masalan o'z tegi o'zi viza berish uchun o'tiradi. Ya'ni siz ularda shubhali holat yuzaga keltiradigan bo'lsangiz, albatta sizga atkazib beradi. Chunki hozirgi masalan o'zi davlat siyosati bo'yicha ham o'sha Donald Tramp anaqasi bo'yicha ham o'zi noqonuniy o'tda immigrantlarni kamaytirish. Bu tarafdan keladigan bo'lsa, misol uchun hozir siz AQSh elchixonasiga kirganingizda baribir siz bilan suhbat o'tdi. Sizning maqsadingizni 15 kun, 20 kun ko'rsatgan taqdiringizda ham sizga masalan aeroportdan o'tayotganingizda 6 oyga pechat turib beradi. Bu narsani endi bari aytib o'tish kerak. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Men demak AQShda 6 oy yurishga menga ruxsat deydi. Lekin u yerda borgandan keyin 5 oyda qaytib kelishadi. Men hech qanaqa narusheniya qilmadim deydi. Keyingi safar vizaga murojaat qilganda konsul savol berishi mumkin. Ya'ni siz maqsadingizni 15 kun yoki 1 oy ko'rsatdingiz, lekin siz 5 oy qolib ketibsiz. Hop, 1 oyga aylanganini tushunishimiz mumkin. Qolgan 4 oy ishlamaganligingiz haqida biron bir dalil keltirib bera olasizmi degan savol bo'ladi va shu holatda vizaviy narusheniya yuzaga keladi. Ya'ni bu albatta o'sha viza talablari bo'yicha siz narusheniya qilgan hisoblanasiz. O'tda AQShga kirib borayotganingizda 6 oy pechat turib bergan bo'lsa, shu narsalarga o'zi ko'proq e'tibor berishni so'ragan bo'lardim. Ko'pchilik bu narsani tushunmaydi, pasportda ham bu narsa ogohlantirilmaydi, lekin bu yozilmagan o'zini haqiqati bor. Endi okajon qarang, masalan, bizani ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatgan ekansiz. Deylik, misol uchun elchixonada o'zi ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni o'sha turizm vizasini olayotganda, masalan, 21 yoshkansiz, albatta bu yoshda turizm vizasini olish hozirgi kunda
muammoroq masala deb o'zi ko'pchilik tushunadi. Siz shunga qaramasdan kirgansiz, mana vizani qo'lga kiritdingiz. Ya'ni kiradigan insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Avvalambor kirganda ko'pchilikni kuzatolmay ko'ryapman, hayajonlanyapti, oyoq qo'llari titrab. Ko'pchilikni ko'ryapman, bir xilda o'ziga ishonib bu yerimga kiryapti, shatta gapiryapti. Konsul beradigan bo'lsa beryapti, bunaqa ko'pchiligiga beryapti. Men ham o'zim shu borni aytdim, yolg'on qo'shmadim. Savol-javob oson bo'ldi. Biz olib chiqib ketdik vizalarni. Ko'pchilik olmayotgani sababi ko'pchilik yolg'on gapiryapti, silishga bo'rtirishyapti, gapirishni ham. Keyin hayajon bosyapti ularni. Shu yerda yiqilib qolishyapti savol-javobda. Tushunarli. Muhimi o'zini o'sha qat'iyati bilan kirish kerak. Shunaqa. Savol-javobdan to'g'ri rostini aytib kirib o'tish kerak. Endi biz ham bilasiz, biz ham 100% kafolat bermaymiz. Ana 100% kafolatni bilasiz kimlar beradi? Endi xudo xolisa mana vizangiz chiqdi, o'zi qaysi shtatlarini borishni o'zi niyat qilgansiz o'zi. Chunki baribir maqsadingizni o'tdi, baribir elchixona tushuntirib berishingiz kerak va shunga qarab sizga o'sha vizani urib berish, urib bermasa o'shanda ma'lum bo'ladi. O'zi qaysi shtatlarga hozirgi kunda bormoqchisiz? Endi ko'pchilik Gollivudga boraman deb o'sha yulduzlarni shaharchasini ko'raman dedi. Endi hozir ma'lum bir sababga ko'ra endi yong'in bo'ldi, bu bo'ldi. Hozir o'tda anaqa ketyapti, rekonstruksiya ishlari ketyapti. Endi bu ham bormidi sizni o'z anaqangizda, planingizda yoki umuman boshqa shtatlarmi? Yo'q, planimda Gollivud yo'q edi, to'g'risini aytsam. Planimda asosiy shu kinolarda ko'p ko'rgan Nyu-York shahri, Central Parklar, undan keyin Mayamidagi plyajlar, keyin San-Fransiskodagi haligi Golden Gate ko'prilari, keyin o'zimiz ko'p ko'rganmiz, Alcatraz qamoqxonasi, qiziq narsalarni ko'rib aylanib keldi. Shu 3 ta shtatga borib. Hop, akajon, xudo xolasa AQShda qiladigan safaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Keyin oxirgi savolim sizga. Boshqa bir mijozlarga tavsiya qilgan bo'lardingiz bizani va bizni qaysi xizmatimiz sizga ko'proq ma'qul keldi? Shu haqida ham bo'lishib o'tsangiz. Xo'p, nima desam bo'ladi? Maslahat albatta bergan bo'lardim. Sizlar odamga ruhiy qanaqadir ko'mak bo'ldingiz desa ham bo'ladi, qaysi bir tarafdan. O'zim nima deydi, o'zimga ishonardim, bilardim shu mana ishda qilsam Grand Vizadan xudo xolasa men shu viza olib chiqib ketaman degan narsa bo'lardi. Shu birinchi kirishim o'zi olib chiqib ketdi, xudoga shukr, yaxshi ko'rdim. Bo'ldi akajon, xudo xolasa AQShdan ham intervyularni kutib qolamiz. Nasib endi bu albatta o'zingizni xohishingiz mijoz sifatida. AQShdagi sayohatingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Bizning kompaniya xizmatlaridan foydalanganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kimgaki o'sha AQSh vizalari yoki Kanada, Avstraliya yoki Yevropa vizalari kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin va xudo xolasa viza chiqqandan so'ng bizni shu YouTube kanalimiz yoki Instagram kanalimiz mehmoniga aylanishingiz mumkin. Sizlarni o'zimiz kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar.